Byudjetli narxlarda yaxshi holatdagi mexanika korobkali Gentra qidirib yurganlar uchun navbatdagi Gentra avtomobili 2016-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, birinchi paysi mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 176 ming kilometr. Mashina faqat benzin yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, motor, ходовой korobka hammasi chotki holatda, qilinadigan ishlari, rasxodlari umuman yo'q. Optra stoplar o'rnatib qo'yilgan. 4 ta absolyutno yangi Turkiyada ishlab chiqarilgan Lassa Multivays balonlar taqib qo'yilgan, hali hollari bilan turibdi, mo'ylovlari bilan turibdi. Oldi kapot qismlari ham chotki holatda turibdi, tosh tegib chaqilib ketmagan, faralari ham tiniq holatda turibdi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratniy, приятный salon. Yaxshi chexol poliklar taqib qo'yilgan, rul kojinniy, rul elegant plus komplektatsiyaniki taqilgan. O'zining zavodskoy magnitofonida orqani ko'rsatadigan kamera, signalizatsiya Magicar o'rnatilgan. Xullas akkuratniy, приятный salon. Mashinani kuzovida bitta kichkina arzimagan aybi bor, u ham bo'lsa o'ng taraf parogi sepilgan, eshiklariga o'tmagan, qolgan joylar top-toza. Bemalol xohlagan ustalarga tekshirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $7600. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Videoni yaxshi mexanika korobkali Gentra qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.